Bundan 25 yil avval mintaqamizda Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etilib, u qisqa vaqt ichida xalqaro maydonda nufuzli tuzilmalardan biriga aylandi. Dastlab xavfsizlik yo'nalishida 6 ta davlatni birlashtirgan ushbu tashkilot bugungi kunda 27 ta mamlakatni qamrab olgan yirik mintaqaviy hamkorlik platformasiga aylandi. Xalq diplomatiyasi markazi tomonidan tashkilotning 25 yiligiga bag'ishlangan tantanali qabul marosimi o'tkazildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti bugungi kunda nafaqat siyosiy va iqtisodiy hamkorlik, balki xalqlar o'rtasidagi do'stlik va madaniy aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilayotgan tuzilma hisoblanadi. O'tgan 25 yil davomida tashkilot doirasida o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnichilik va konstruktiv muloqotni rivojlantirish borasida muhim natijalarga erishildi. Tantanali qabul marosimida davlat va jamoat arboblari, diplomatlar, olimlar, madaniyat va san'at namoyandalari ishtirok etdi. Tadbir davomida Shanxay hamkorlik tashkilotining bugungi faoliyati va istiqboldagi ustuvor vazifalar haqida so'z yuritildi. Shanxay hamkorlik tashkiloti nufuzi ortib boryapti va unga a'zo bo'lish istagida bo'lgan mamlakatlar soni ham muttasil oshib bormoqda. O'zbekiston ayniqsa oxirgi yillarda mana shu Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida eng peshqadam va diplomatik faol mamlakatlardan biriga aylanyapti. Bu taklif va tashabbuslar nafaqat shu davlat rahbari tomonidan shahata sammitlarda bildirilyapti. 25 yilligi doirasida markazimiz tomonidan kichik bir ko'rgazma, qabul marosimi va shu bilan birga mana shu Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan xalqlarning madaniyatini namoyish etuvchi kichik bir konsert dasturi bilan tashkil etmoqdamiz. O'ylaymizki, O'zbekistonni mana shu tashkilot doirasidagi faolligi undanda ortib boradi. Xalq diplomatiyasi g'oyasining faol targ'ibotchilari, taniqli olimlar, yozuvchilar, san'at va madaniyat arboblari, sportchilar hamda fuqarolik jamiyati vakillarini rag'batlantirish maqsadida 2022-yilda Markaz muvofiqlashtiruvchi kengashi tomonidan Xalq diplomati ko'krak nishoni ta'sis etilgan. Bugunga qadar mazkur mukofot bilan 200 dan ortiq faollar taqdirlangan. An'anaga muvofiq bu gal ham Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlari o'rtasida do'stlikni mustahkamlash, o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, shuningdek xalq diplomatiyasini targ'ib etishga qo'shgan munosib hissa uchun 20 nafar faollar xalq diplomati ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Diplomat sifatida, jurnalist sifatida Tashqi ishlar vazirligida tizimida 35 yilga yaqin mehnatim sifatida shuni e'tirof etishim lozim. Bu menga etilgan e'tirof, bu meni jamoam Dunyo axborot agentligi e'tirofi. Ikkinchidan, shu Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil etilgan davrdan boshlab shaxsan o'zim buni targ'ibotida, qo'llanmalar tayyorlashida, kitoblar tayyorlashida shaxsan ishtirok etdim. Dunyo axborot agentligi vakili sifatida yana men shu xalq diplomatiyasini rivojlantirishga, shu tashkilotga yaqindan yordam berib, bularni targ'ibot ishlari amalga oshirishga men tayyorman deb shu va'da beraman. Tadbir yakunida mehmonlar uchun badiiy konsert dasturi namoyish etilib, unda turli xalqlarning madaniy an'analarini aks ettiruvchi musiqiy chiqishlar taqdim etildi. Shahnoza Samandarova, Avaz Xolmo'minov, Poytaxt.